Nimayam bo'ladi. Endi yana o'sha eski hamon, eski tos. Avvalgidek yashayveramiz. Unda tashlab ketdi. Seni quruq savlatingni boshimga uramanmi? Temizler. Termizda. Kimdan keldi bu esingiz? Qarashib yuborganmiz. Menga qara. Adashgan odam sening ismingni qayerdan biladi? O'ylamasam, Bilasan. Sen paloni ham bilasan. Aldashga urinma. Men sen uchun oilamdan voz kechib o'tiraman. Seni menga aytgan rahmating shumi qara? Kimga o'ynash bo'lib yuribsan? To'g'risini ayt. endi nima deyapsiz siz? Meni-chi sotib olmagansiz. Xohlagan ishimni qilaman. Menga xo'jayinlik qilmay tushundingizmi? Yo'qol. Hoziroq ko'zimdan yo'qol bo'lmasam bu narsa qilib qo'yaman. Kel. Ketsam ketaveraman. Menga baqirma. Sen meni nog'oringga o'ynata olmaysan. O'zinggachi boshqa o'yinchog'ini topgan. Nog'oraga o'ynab, xotining bilan ajrashib bo'lding-ku. Katta gapirmagin. Bor yo'qol hozir bu narsa qilib qo'yaman. Qo'lingdan kelmaydi. Meni shunaqa akaxonlarim bor. Iningga tiqib chiqolmaydigan qilib qo'yishadi, tushundingmi? Qani tegib ham ko'rchi, nima qilar ekanman. Yaxshi qol. O'rtimi? Ana asl bashariy ochildi endi. Qanday qo'yadi? Bunu bazarda o'zim qo'yadi. Olmas. La'nat bo'lsin sendagi shayton urg'ochilarga. Bol. Bu endi termizda qaldimi? Ver elini. Ana endi o'tdi. Oh, mashina qaranglar. Ha? Yıkılasan. Don. Don. Düş. Mahbuba yaxshimisan, tuzumsan? Maham bu. Nega keldingiz? Keting bu yerdan. To'xta. Iltimos. Mahbuba, Nima deysiz? sen bilan gaplashsak bo'ladimi? Sening gapim bor. Yıkıl ya. Düş. Meni eshitgin, ko'rgin ham kelmaydi. Düş dedim Osman. Sen bilan gaplashmasam bo'lmaydi. Bulduk. Men juda ham katta xato qildim. O'zimga bino qo'yib, seni oyog'im